Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar, zo'rmisizlar, tinchmisizlar? Hammaga shunday pul beradimi bog'cha uchun deb siz bilsangiz. Ha, bog'chaniki hisoblanishi mana Snap degan, Food Stamp degan bolalar pulidan farqli hisoblanadi-da. Masalan, Food Stampga ikkita bolasi bor oila 2300 bir oyda 2300 dan ko'p topsa, ularga Food Stamp bermaydi. Lekin o'sha ikkita bolasi bor oila bog'chaga dokument qilsa, masalan, bir oyda 4000 mi qanchadir 4000 shekillida 4000 dan ko'p topsa, bog'chaga yordam bermaydi. Farqi bor. Bog'chaniki sal ko'proq topsa ham beradi demoqchiman. Shundayin nimasiga qarab, daromadiga qarab hisoblanadi. Bolalar puli ham, bog'chaning dokumenti ham o'sha daromadga qarab hisoblanadi. Uni ham nima orqali o'sha shtatlarda o'zini sayti bo'ladi. Shu Snapga apply qiladigan veb saytida o'sha bolalar daycare'ga uchun child care deb yoziladi. Child care uchun subsidy. Child care subsidy degan nimasi bo'ladi, programmasi. O'shanga apply qilish kerak online. Shunda apply qilsa, bir oyda ichida ko'rib chiqadi ekan. Menikini ham 17-sentyabrda qilgan edi. Ovsinim bir oyda javobini aytdi. Bir oy to'yilishiga bir kun qolganda telefon qildim, telefon nomeri emaildan jo'natadi. Biz sizni applicationingizni qabul qildik. Shu chisloda ko'rib chiqamiz deydi. Xohlasang shu nomerga telefon qil va bilmoqchi bo'lsang deydi. Men telefon qildim bir kun oldin. Shu nimasini, statusini bilmoqchi edim applicationni. Qizimga apply qilgan edim, javobi chiqmadimi degandim. 30-45 kun ichida ko'rib chiqiladi hujjatlar, odatda applicationlar dedi. Keyin ertasi kun o'sha javob keldi. Approval bo'pti deb. Tem bo'li menda bola ko'p-ku. Masalan, 5 ta bolasi bor oilalar bir oyda 100 dan kam topsa, 100 dan ko'p topsa bermaydi, o'sha yordamni bermaydi. Bizga 100 ga yetmaydi. O'shaning uchun bizga berdi. Shundan qanchadir hisob-kitob borda o'zlarini dokument qilib keyin bilishadi. Shunaqa gaplar. Sog' bo'linglar.